gamerlar, bugun ukam bilan yana o'sha 99 kunni o'ynaymiz. Ikkinchi qismda o'lib qoldik biz 20 kun yashab, lekin biz anaqa to'xtatmadik. Shuncha narsalar qildik. Mayli. Bu 3-qismda 0 dan kuchayveramiz, bizga farqi yo'q. Ukam salomlashib qo'ying. Salom hammaga. Bugun sizlar bilan aka gamerlar. Bugun 99 kunni 3-qismini olamiz. Ikkinchi qismida sen qilib qo'yding. Bo'ri orqamdan quvlatdi. Tuzoqqa tushib qoldik. Jonim kam edi. Birinchi bo'lib kech dasturlar bo'lyapti, bilmayman. Birinchi va ikkinchi qismni ko'ringlar. Va like va obuna bosinglar. Sizlar bilan o'sha gamerlar bo'lyapti. Qancha ko'p like va obuna bosinglar, biz shuncha video chiqarishga harakat qilamiz. Ertaga ham video olamiz. Shu o'rnida qoldim. Qarta yashayman. Juda ana ishlamayapti. Menda internet qotuvlari bo'lyapti. Nega menda yaxshi ishlayapti? Bo'rini aktivga chaqiring. Chaqirish xatomi? Hali ikkinchi qismda video yo'qsa bo'ladi. Hop, destiklarni olamiz. Ketdik endi uyga qochamiz. Mazza qilib sumklarni ochyapman. Galachi o'gil topdim har doimgidek. Menda ikkita yonimda o'gil turibdi. Bu benzin. Ular yo'q narsalar. Har doimgidek men benzin o'gil chiqdi. Temir topishni yaxshi ko'raman. Ya'ni ko'mir. Bu kechqurun bo'lyapti, lekin menga farqi yo'q. Birinchi kun alen tegmaydi. To'g'ri. Shuning uchun svet olish kerak. Bolta tushdi, bitadi. Easymi? Menga ona qopcha tushdi 15 talik. Makka, borni aktago'liga. Menga topor tushdi. Topor uyga qochay. Samir xilqmi. Uyga qoch. Tutamisan kel. Alen keladi, hozir uni kutib olamiz. Men tushunib ko'rakan ochib ketmayman. Ochmasdan uzoqqa ketmayman. Fanat easy. Omad kelmayapti. Ikkinchi qismda yomon. Bitta ochidan o'sha pistoletlar chiqib, alien keldi do'stlar. Osti ko'ziga svet qilamiz. Vaqtga uraylik. Qochib ketdi. Daraxt topdimmi? Düz qo'rdimmi? Temirlarni aniga qilib qo'ying. Uni qilib qo'ying. Neydi? Oltita bo'ldi. Daraxt bizga 5 ta dona daraxt chopsak keyin ustixon olib ketdim. Buyoqqa tallavoramiz qiz. O'tkazmasdan qochib ketdi. Nima qilay? Boshqani qidiryapmanmi? Bo'rlar, ikkita bo'rlar. Hayotdan chiqqan bo'rlar. Hozir kravatchi. Chayonchilar yo'qdimi? 5-kunga kelganda videoni pauza qilib yoqaman, bo'lmasam vaqtlar tez o'tib ketib, video sirasi tugab qolyapti. Pauzani yoqib turaman. Mana 6 kun bo'lib ketdi. Kravat yasadik. 6 kun bo'lib ketdi. Endi bolachani qutqarmaydi. Bolachani hali qutqarmay turaylik. Hali vaqti keladi o'zini. Nayza topaylikmi? Nayza topib olay. Bo'ldi. Men dunyoni kesib kelishim kerakmi? Menda 15 talik yo'q-da ana. Bo'ri bo'laymi? Bu aka shuni sotasiz, shuni sotmaysiz-ku.
Ukam o'lib qoldi. Men o'lmadim. O'lding. Umer deb chiqdi. Sen o'ldin. Mana men o'lmadim-ku. Bandaj chiqib bersa yaxshi. O, pistolet va pistolet bandaj chiqsa bo'lmasmidi? Ukam yoniga olib keldi. Ukamni seni ishlamayapti deb o'lib qoldi. Hozir uni magazinga solib, qopchamga uyga olib tashlayman. Mamlikdan qarmoq olib ketaylik. Ikkalasiga ham ketdi. Mana go kan tashqariga chiqib ketdi. Chunki o'lib qoldi, Wi-Fi ishlamadi. Kan mashti tashlab qo'yaylik. U o'zimizga ular ekanmiz biz ham. Do'stlar. Uzoq ketayotdi. Ukamda Wi-Fi ishlamay qolib, o'lib qoldi. Google topaman dedim. Google chiqdi. Olovimizga ham tashlashimiz kerak. Ular ekanmi? Yo'q. Olovimizni chiqarsa bo'ldi, do'stlar. Agar olovimiz o'tsa, bizni kechqurun alien chopib ketishi mumkin. Ya'ni o'ldirib ketishi mumkin. Hozir 4-qism testiga qolmasa bo'ldi. Kuchli bo'lgan. Sen baxtli. Qolishadi. Bandaj qachon chiqaring? Sunduq ochsa tushadi, sunduq topishim kerak. Men qo'rqyapti. Bolakayni qutqaryapti. Ulaman bo'g'oz. Qo'y do'stlar. Hop, video tugab qolishi mumkin. Agar videoni tugashini xohlamaysizlar, like va obuna bosib qo'yinglar. Ulaman mana. Yo'q. Machik turolsam-chi? Yo'q, bo'lmaydi. Chaqmoq chalib o'ldirib qo'yadi hozir. Yerga ikki qo'yapti. Yaxshi. Qo'lim to'ldi. Meteorit ekan. Chaqmoq chalyapti. Chaqmoqdan bitta qutqar. Farqi kiradi. Mana bu ucharkan hozir. Biz tomonmiz. Do'stlar, video tugamasa yaxshi bo'lardi. Oling keldi. Oling ta'sir qilmayapti endi. Yo'qol oling. Yo'qol. Yaxshi. Quyushda. Yo do'st. Yaxshi do'stlar. Bo'lmasam sal qoldi, o'lib qolardim borib. Nomari soобщение kelib ketmadi. Do'stlar. Sal qoldi. Meteorit chiqmoqda. Tomonda qaranglar. Mana bordim, qo'rqam yo'q. Bitta dunyoni kezib kelamiz. Sunduqdan tez yaxshi narsa chiqsa bo'lardi. U uycha topdim, hozir ichiga kiramiz.
O ikkita sunduqli joyi topdim. Ikkita sunduq ochamiz. Mamette anaqa yo'qmikin kuchuk. Kuchuk bo'ladi bitta. O'ldirib qo'ymasa bo'ldi bizani. Yaxshi bu xonada emas ekan. Narigi xonaga kirmaymiz. Va yana nayza. Va shuni o'rniga bandaj chiqsa, kamman qutqarardim. Uni ko'tarishim kerak. Bandaj shunda o'zbekchasi nimadir bo'ladi. Bandaj. Davay, apteka tushsin. Davay. Kiyim tushma faqat. Benzinim to'lib ketdi. Oloyimiz o'chib qolgandir. O'chmabdi. Bitta yomg'ir yog'sa o'chib qoladi. Qora bo'ri. Qochish kerak undan. Chopib tashlaydi. Jonim ham kam qoldi. Uyga boraman. Bandaj chiqmadi, nayza chiqdi. Nayza ham yaxshi, onamlar kelib qolsa, bitta o'zim chopib tashlab. Uy, mana o'laman hozir. Uy, bitta o'sir qo'ysa o'laman. Polga olamiz. O'tgan videoda yo'qsa, biz qanaqadir baza qurdik, ana shuni boshqatdan qurishga harakat qilaman. Men o'ldim. 100% o'ldim. Ovqat yeyishim kerak. Bo'ldi. O'ldim men do'stlar. Hali harakat qilib ko'raman. Jonim ham to'ldi yaxshi, lekin qornim och. Bir amallab ularni chopib tashlashim kerak bitta o'zi. Golden deyapti. Biz quyon o'ldirishimiz kerak. Ovqat yeb olishim kerak. Pishirib. Taktika. Ovqatim yaxshi. Yo'ldim, yaxshi. 1 2 3 4 yaxshi chopdim do'stlar. Hammasini bitta joyga turg'izib olib, o'ldirib tashlayman. Yaxshi ham nayza tushdi, bo'lmasam o'lib qolardim. Aytdim, nayza bo'lsa farqi yo'q, liboyga javob. Javob kamolliklari kelsa o'zi o'laman. Bitta. Buning uchun tezlik bandaj topishimiz kerak. Hozir birinchi o'rinda ovqat qidirishimiz kerak. Men bilan chopamiz. Uyimizga yaqin ekan. Golden deyapti. Farqi yo'q. O'lmasligimiz uchun. Do'stlar, ukamni qutqarganimdan keyin videoni boshlayman. Mana ukamni ham qutqarib oldim. Bir amallab bandaj topdim. Yaxshi. Sabzlarni yeb tashlayman. Ukamni qutqarish uchun nechta sunduqlarni ochdim do'stlar. Agar ular videoni olganimda 3-qism tez tugab qolardi. 3-qism, to'g'ri. Shuning uchun zapisni o'chirib turib bandaj topdim. Nima qaraydi? Shuncha joylarga borib sandiqlarni ochib keldim. Oxiri chiqib qoldi o'sha. Olmadim kelib va ukamni ham qutqardim. Endi ukam bilan birga mazza qilamiz. Video hali tugamaydi. Do'stlar, o'z nihoyasiga ham yetib qopti. Sizlar bilan aka-uka geymerlar bo'ldi. Hammaga xayr. Ukam xayrlasha olmaydi, ham uzoqroqda. Hammaga xayr bo'pti. 3-qism tugadi. 4-qism boshlanganda 4-qismni bugun olishimiz mumkin hozir. Ishqilib bo'pti. Hammaga xayr.